Bu yil ot yili va quyon yili uchun bu yil yaxshi kelmas ekan. Sababini videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Ot ham xuddi buqalardek qizil rangga hurkanadigan hisoblanar ekan va o'shaning uchun qizil rang kiyish mumkin emas ekan. Men o'zim ham quyon yilida tug'ilganman va bu yil men uchun yaxshi kelmasligi haqida bashorat qilyapti qaynopamning mullalari. Sababi ot va quyon kelishmas ekan. Bu yil yo'lbars yili uchun eng yaxshi yil bo'lib hisoblanar ekan. Bilasiz, xitoyliklar o'zlarini yangi yilda faqat qizil rang kiyishadi, lekin faqat mana shu ot yilida qizil rang kiyish mumkin emas ekan. Sababi qizil rang shu otni hurkitgani uchun qizil rang emas, pushti, malinoviy ranglar kiyish mumkin ekan. Quyon yili uchun bu yil qanday yil bo'lib keladi? Quyon yili uchun orqangizdan pichoq uradigan do'stlaringiz pichoq uradigan yil ekan. Yoki bo'lmasam shu birorta kasallikka chalinish ehtimolingiz baland ekan. O'shaning uchun menga ehtiyot bo'lishimni qaynopam aytib qaytarma qildi. Aynan har bitta burch egasining o'zining mana shunday mos kelmaydigan yili bo'ladi va meni qaynopamni aynan mana shunaqa to'g'ri kelmaydigan yilida mashina avariya bo'lgan va turmush o'rtog'imda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Yangi upakovkada selofan bilan chiqqan bir hafta bo'lgan mashinani urib olgan. U vaqt biz tanishmas edik, lekin mana shunday kelishmaydigan yillari shunday mashinani urib olgan ekan. O'shaning uchun ular ham ishonar ekan. Ishonasizlarmi shu narsaga deb turib ensam qotirib so'rasam, bizda shunaqa voqea bo'lgan, o'shaning uchun ishonamiz dedi. Bunday balo qazolarni nima kesar ekan bilasizmi? Ba'zilar aytadi, shu mullalar 2 soat qanaqadir tadbirlari bor, o'shanaqilar qiladi. Sen bu narsaga chidolmaysan deydi, o'tira olmaysan 2 soatlab ularning amallarini qilib. Men qilmayman dedim. Oh my god! Wow! Yoki bo'lmasam farzandli bo'lish kesar ekan. Mana shu balo qazolarni. Yoki bo'lmasam farzand to'qiydi. Qaynopamda oxirgi maqsadi shu edi-ku, bu gaplarni hammasini boshlashdan. Siz nima yilisiz kommentda yilingizni yozib qoldiring. Va ishonasizmi mana shunaqangi burchlarga? Bu videoni quyon yilida tug'ilgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.